Jigar nega og'rimaydi bilasizmi? Chunki jigarning o'zida og'riq sezuvchi nervlar yo'q. U tanadagi eng sabrli a'zo. Shuning uchun ko'p odamlar uning kasal ekanini bilmay yashaydi. Jigar bir vaqtning o'zida 500 dan ortiq vazifani bajaradi. Qonni tozalaydi, zaharlarni parchalaydi, dori-darmonlarni filtrlaydi. Eng hayratlanarlisi, jigar o'zini tiklay oladi. Hatto uning 70% zararlansa ham, qolgan qismi yana o'sib, ishlashni davom ettira oladi. Lekin bu imkoniyat cheksiz emas. Agar zarar davom etsa, jigar tiklanmaydi. U jim yemiriladi. Jigar yog'lanishi yillar davomida hech qanday og'riqsiz rivojlanadi. Og'riq paydo bo'lsa, ko'pincha kech bo'ladi. Shuning uchun jigar xavfli. U og'riq bilan emas, sukut bilan ogohlantiradi.